Hammaga salom. Sizlar bilan yana Kitobxo'r kanali. Bugungi videomizda meni o'zimni eng sevimli kitoblarimdan bo'lgan kitob Viktor Franklning Men Search for Meaning kitobi haqida gaplashamiz. Bu kitob bilan tanishishdan oldin kitobning muallifi bilan tanishib chiqishimiz shart. Kitobning muallifi Viktor Frankl avstriyalik, Viyena shahrida tug'ilgan va yahudiy olim hisoblanadi. U psixologiya, psixoterapiya, nevrologiya va logoterapiya sohalari bilan shug'ullangan. Logoterapiya sohasini o'zi kashf qilgan va 39 ta kitob yozgan o'zini ilmiy faoliyati davomida va aynan mana shu kitobi uni dunyoga mashhur qilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Aytib o'tganimizdek, kitobning muallifi yahudiy. U Birinchi jahon urushi va Ikkinchi jahon urushi bilan birga yashashiga to'g'ri keldi. Muallif bu kitobni 9 kunda yozib tugatgan va bu kitob o'zi nima haqida deydigan bo'lsak, Viktor Frankl Ikkinchi jahon urushi paytida Adolf Gitlerning yahudiylarga qarshi olib borgan qirg'ini natijasida Polshaning Auschwitz shahridagi millionlab yahudiylar qirg'inga uchragan konslagerda mahbus bo'lib yashashga majbur bo'lgan. Va ana o'sha konslagerdagi o'zini ko'rgan kechirganlar haqida ozodlikka chiqqanidan keyin 9 kun davomida mana shu kitobni yozib tugatgan. Ya'ni o'zini xotiralarini, ko'rgan kechirganlarini, o'rganganlarini mana shu kitobga jamlagan. Kitobni ochilish qismidagi menga juda ham yoqqan gaplardan bittasi bu, muallif aytadiki, men bu kitobda deydi konslagerda tirik qolganlar haqida kitob yozmoqchi emasman deydi. Ya'ni odatda insonning hayoliga keladigan narsa bunaqa kitoblarda o'sha qahramonlar haqida yozilishi mumkin. Ya'ni konslagerdan tirik qolgan, tirik chiqqan qahramonlar haqida yozilgan bo'lsa kerak degan fikr uyg'onishi mumkin. Lekin muallif kitobni boshidayoq bunaqa fikrlarni kesadi va aytadiki, men bu kitobda tirik qolgan qahramonlar haqida emas, balki tirik qolmaganlar haqida yozishga intilganman deydi. Ya'ni bu kitobni o'qigan o'quvchi o'sha konslagerda tirik qolishga intilgan, lekin tirik qolmagan insonlar haqida, tarix sahifalaridan o'chib ketgan insonlar haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Va shaxsan men o'zim tavsiya qilgan bo'lardim bir maslahatni. Bu joyda muallifni diniga qaramaslikni. Ya'ni yahudiy to'g'ri muallif, lekin yahudiyligini bir chetga surib qo'ysak, bu kitobda ancha o'rgansak bo'ladigan narsalar bor. Bizga foyda berishi mumkin bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, muallifni dinini bir chetga surib qo'ygan holda ushbu kitobda muallif ilgari surgan fikrlaridan o'zimizga yaxshisini olib qolib, yomonini chetga surib qo'ysak, menimcha oladigan foydamiz ko'proq bo'ladi oxirida. Bu kitob menga nima o'rgatdi degan savolga keladigan bo'lsak, men bu savolga o'zim olgan eng katta 3 ta xulosa orqali javob bermoqchiman. Birinchi olgan xulosam bu shu bo'ldiki, muallifning bitta iqtibosi bor. U iqtibos shundan iboratki, qiyinchiliklar va sinovlar o'zini qiyinchilik va sinovligini yo'qotadi, qachonki ularning orqasida bitta natija yotsa. Ya'ni yo'lda muallif aytmoqchi bo'ladiki, inson har qanaqa sinovga duch bo'lmasin, har qanaqa qiyinchilik insonni boshiga tushmasin. Agar inson shu qiyinchiliklar va sinovlarning orqasida o'zi erishishi mumkin bo'lgan yutuqlarni o'ziga agar uqtira olsa, u inson har qanaqa sinov va qiyinchiliklarni yengib o'ta oladi. Muallif o'zidan misol keltiradi, ya'ni o'zi o'sha nemislarning konslagerida yashab o'tgan paytda, endi tasavvur qilishimiz uchun u konslager shunaqa joyki, masalan, bir jinoyatchi agar qamoqqa tushsa,
o'sha jinoyatiga yarasha jazo oladi. Misol uchun 3 yil olishi mumkin, 5 yil olishi mumkin. Agar jinoyati og'irroq bo'lsa 10 yil, 15 yil olishi mumkin, misol uchun. Lekin unda umid bo'ladiki, o'sha jazo muddatimni o'tab bo'lganimdan keyin yana ozodlikka qaytaman. Yana hayotimni boshqatdan quraman degan unda umid bo'ladi. Lekin muallifning misolida agar biz ko'radigan bo'lsak, muallifda unaqa umid yo'q. Ya'ni u lagerga tushib qolgan, shu konslagerga tushib qolgan, asir tushgan va u yoqdan qachon chiqishini ham bilmaydi, u yoqdan tirik chiqishini ham, o'lik chiqishini ham bilmaydi. Va muallifning yana bitta holati shunaqaki, u oilasini yana ko'radimi yo'q bilmaydi. Oilasini a'zolari tirikmi, o'likmi bilmaydi. Oilasidan xat yo'q, xabar yo'q, uni ham bilmaydi. Hech narsa bilmaydi oilasi to'g'risida. Misol uchun, mahbus jinoyatchi agar qamoqqa tushsa, masalan, oilasidan xabar olib turishi mumkin. Ya'ni oilasi kelib uni ko'rib ketishi mumkin, balkim bir oyda bir marta, misol uchun. Ya'ni oilasi bilan aloqa o'rnatishi mumkin va unda umid bo'ladiki, men qamoqdan chiqsam, yana oilam bilan ko'rishaman degan unda umid bo'ladi baribir. Xohish, istak bo'ladi. Lekin muallif misolida muallif hayotdagi har qanaqa intilishdan, xohishdan, maqsaddan va umiddan uziladigan holatga tushib qolgan muallif. Ya'ni u bilmaydi oilasi bormi o'zi, oilasi tirik qolganmi yoki oilasini ham o'ldirib yuborishganmi, bilmaydi bunisini. Yoki oilasi qaysidir boshqa konslagerlarga tushib qolganmi, unisini ham bilmaydi. Lekin muallif aytadiki, mana shunaqa holatda ham deydi, agar odam inson mana shu o'zi duch kelayotgan qiyinchiliklarni, sinovlarning orqasida o'zi erishishi mumkin bo'lgan mukofotni o'ziga uqtira olsa, ya'ni o'ziga o'zi dalda bera olsa odam, u har qanaqa qiyinchilikni ham yengib o'ta olar ekan. Men muallif bu iqtibosidan o'rganganim shu bo'ldiki, inson qanchalik qiynalmasin, qanchalik sinovga duchor bo'lmasin, o'sha sinovning orqasida nima yotganligini, u mana shu agar sinovga chidasa, unga qanaqa mukofot berilishi mumkinligini o'ziga o'zi uqtirish kerak shu narsani. O'zini o'zi ishontirish kerak. Ya'ni bu sinovdan o'tsa, uni nima kutyapti? Muallif shunda aytadi, konslagerda yashayotganida u bilmaydi oilasi bormi, oilasi o'likmi, tirikmi, xat xabar yo'q. Lekin u o'zini ishontiradi. Agar men shu joydan tirik chiqsam, yana oilam bilan ko'rishim mumkin. Mana shunaqa o'ziga o'zi umid berish orqali hayotga bo'lgan motivatsiyasi deymizmi, hayotga bo'lgan intilishini saqlab qo'ygan muallif. Men olgan ikkinchi eng katta xulosam bu kitobdan bu shuki, insonning hayotida, ko'proq endi erkak kishining hayotida deb tushunaman, chunki bu kitobda muallif ham erkak kishi va ko'p maslahatlar ham men o'ylayman erkak kishiga atalib yozilgan bu kitobda. Shuning uchun erkak kishining hayotida ma'no bo'lishi kerak. Ya'ni erkak kishi nimaga yashayotganini o'zi bilish kerak. Ya'ni oliy maqsadi bo'lishi kerak va hayotida ma'no mazmun bo'lishi kerak erkak kishining. Nimaga yashayotganini o'zi tushunishi kerak. Va hayotini mazmunini tushunishi uchun erkak kishining hayotida shu 3 ta narsa bo'lishi kerak deydi muallif. Birinchisi bu erkak kishining hayotida o'zini bag'ishlagan sohasi bo'lishi kerak. Ya'ni muallif o'zi aytayotganimizdek olim va muallif o'sha konslagerda qiyinchilik, sinovlar bo'lgan paytda o'ziga o'zi dalda beradiki, men agar bu yerdan tirik chiqsam, o'zimni ilmiy ishlarimni davom ettiraman deydi. Ya'ni u o'zini biron bitta sohaga bag'ishlagan va mana shu sohasidagi hali yakunlanmagan, tugallanmagan ishlari uni hayotga bo'lgan intilishini yana ham kuchaytiradi. U eng qiynalgan, hatto yig'lagan paytlarida ham o'ziga o'zi dalda bera olgan, chunki uni hali qiladigan ishlari kutyapti oldinda. Lekin hayotda hech qanaqa qiladigan ishi bo'lmagan, o'zini bironta sohaga bag'ishlamagan odamlar taslim bo'lishi juda ham oson bo'lgan. Chunki ularni kutayotgan narsa yo'q hech qanaqa.
Lekin muallifning o'zini misolida ko'radigan bo'lsak, u o'zini ilmga bag'ishlagan, ilmiy sohaga bag'ishlagan. Shuning uchun hali hayotda qiladigan ishim ko'p degan bir motivatsiya orqali o'ziga o'zi ilhom bergan muallif. Ikkinchi narsa bu sevgi. Ya'ni bu sevgi ko'proq muallif aytadi bitta insonga bo'lgan sevgi. Muallif aytadi, men deydi, o'sha konslagerda yashagan paytimda ayolimga bo'lgan sevgi meni ham kuchaygan deydi. Ya'ni kechalari ayolim xastaligini bilmasam ham, ayolim tirikmi yoki o'likmi bilmasam ham, ayolim bilan hayolan gaplashardim deydi. Va mana shu ayolimga bo'lgan sevgi menga umid berganki, men agar bu yerdan tirik chiqsam, yana o'zim sevgan ayol bilan uchrasha olaman. Ya'ni bu yerda ham odamga umid beradigan narsa bo'lyapti sevgi. Ya'ni biz birinchi aytganimiz, o'zini agar inson o'zini bitta ilmiy sohaga bag'ishlasa, o'sha ilmiy soha, o'sha ilmga bo'lgan intilish insonga umid beradi. Endi agar o'zini inson boshqa bitta insonga bag'ishlasa, boshqa bitta insonni agar seva olsa, o'sha insonga bo'lgan sevgisi ham insonni eng qiynalgan, eng sinovga duch bo'lgan paytlarida ham insonni o'sha qiyin vaziyatdan olib chiqib ketishi mumkin ekan. Ya'ni insonga umid bag'ishlashi mumkin ekan. Ya'ni hayotga bo'lgan intilishini saqlab qolishi, kuchaytirishi mumkin ekan. Shuning uchun muallif aytadiki, boshqa bitta insonga nisbatan sevgi tuyg'usini his qilmagan odamlar qiyinchiliklardan chiqib ketishi, sinovlarga bardosh berishi qiyin bo'ladi deydi. Uchinchi men olgan xulosam shu bo'ldiki, erkak kishi o'ziga o'zi uqtirish kerak, nimaga qiynalayotganini, nimaga sinovlarga duchor bo'layotganini, nimaga yerib yugurayotganini. Erkak kishining mas'uliyati katta bo'ladi, oilada, jamiyatda roli juda ham katta va shu uchun erkak kishi aniq konkret qilib olish kerak, u nimaga qiynalyapti, u nima uchun yelib yuguryapti. Ya'ni o'zini qilayotgan ishlarini o'zi aniq bilish kerak. Misol uchun nimaga erkak kishi ertalab vohlikdan turib chiqib ketib, kechqurun kech qaytib keladi? Chunki oilasi bor, oilasini boqish kerak misol uchun. Nimaga erkak kishi doim o'zini qiynaydi, doim o'zini yaxshilashga urinish kerak? Chunki erkak kishi o'zini farzandlariga o'rnak, o'zini oila a'zolariga o'rnak bo'lish kerak. Ya'ni erkak kishi nimaga o'zini qiynalayotganini bilish kerak? Chunki erkak kishi agar besabab qiynalib yurgan bo'lsa, u qiynalishidan o'ziga foyda yo'q. Lekin agar erkak kishi o'zini qiynalayotganiga agar sababni o'ziga uqtira olsa, u har qanaqa qiyin sharoitda ham tirik qolaveradi. Misol uchun erkaklar bor, juda ham qiyin ishlar qilishi mumkin, qora ishlarni qilishi mumkin. Ya'ni taqdir shunaqa-da, hayotda bergan sinov shunaqa. Lekin erkak kishi mana shu joyda agar o'ziga o'zi uqtira olsa, to'g'ri, men qiynalyapman, lekin meni qiynalishim orqasida meni oilamni tinch va farovon, baxtli yashashi bor degan narsani o'ziga o'zi uqtira olsa erkak kishi, u istalgan sharoitda ham tirik qoladi. Istalgan sharoitda ham hayotga bo'lgan intilishi so'nmaydi. Men olgan uchinchi eng katta xulosam shuki, muallifning yana bitta iqtibosi bor. Muallif shuni aytadiki, men hayotda shuncha yashab ko'rdimki, deydi, inson har xil bo'lishi mumkin ekan deydi. Ya'ni inson bo'lishi mumkin, kitob yozishi mumkin. Inson kimnidir sevishi mumkin. Va shu bilan birgalikda inson atom bombasini yaratishi mumkin. Shu bilan birgalikda inson konslagerni yaratishi mumkin. Ya'ni mana atom bombasini ham inson yaratgan. Va o'sha konslager degan g'oyani ham kimdir o'ylab topgan. Va o'sha konslager g'oyasini o'ylab topgan odam, uni ham misol uchun o'zining oilasi bor, u ham erkak kishi va bu kitobni ham yozgan odam erkak kishi va bironta o'zi ilmiy sohada odamlarga foydasi tegadigan ishni qilganlar ham odam misol uchun.
Ya'ni hamma odam, lekin hamma har xil bo'lishi mumkin. Va qanaqa odam bo'lishi hamma o'zi tanlaydi. Va muallif yana bitta joyda aytadiki, inson doim o'zini tergab turishi kerak, o'zini qayerda turganini, qayerda yashayotganini, qanaqa sharoitda, kimlar bilan birga yashayotganini doim so'roq qilib turish kerak deydi. Muallif shunaqa aytadiki, mana shu konslagerga birinchi kelganimizda deydi, biz uchun shok bo'lgan holatlar juda ham ko'p bo'lgan deydi. Ya'ni shunchaki shok bo'lganki, biz buni ko'tara olmaganmiz deydi, bunaqa voqealarni. Misol uchun konslagerda birinchi marta odamlarni ochlikdan o'layotganini ko'rganimizda deydi, biz uchun shok bo'lgan bu deydi. Lekin konslagerda allaqachon bir muddat yashab qo'yganimizdan keyin ming afsuski deydi, biz odamlarni ochlikdan o'lishiga o'rganib qolganmiz deydi. Hattoki shunaqa holatlarga duch kelganmizki, deydi muallif. O'sha ochlikdan o'lgan odamni egnidagi kiyimlarini, cho'ntakdagi buyumlarini talashib, tortishib odamlar o'ziga olgan deydi. Ya'ni shunaqangi o'zi yashayotgan muhitga, o'zi yashayotgan joyga o'rganib qolganki odamlar deydi. Mana bu yerda bitta odam ochidan o'lyapti deydi. Lekin atrofdagilarga u o'lganmi, tirikmi qiziq emas deydi. Atrofdagilarga uni egnidagi kiyimi qiziq deydi. Uni cho'ntagidagi buyumlar qiziq deydi. Cho'ntagida puli bormi, boshqa bormi, sigaret bor, boshqa bormi, o'shanisi qiziq deydi odamga. Shu sababdan odam doim o'zini o'zi tergab turishi kerak. Qanaqa muhitda men o'zi yashayapman? Qanaqa muhitga men o'zi o'rganib qolganman? Mana shu savolni odam o'ziga berib turishi kerak, chunki qanaqa muhitda yashashi bilan odamning o'zini shaxsiyati ham shakllanib boradi. Bu kitob menga yoqqan tomonlaridan bittasi, muallif o'zi yahudiy bo'lsa ham o'zini diniga aloqador mavzularni kitobga aralashtirmagan. Ya'ni istalgan din vakili bu kitobni o'qishi mumkin va bu kitobda din haqida yozgan muallif shunaqangi yozganki, istalgan din vakili uni o'qisa, uni iymoni kuchayadi. Misol uchun men musulmon sifatida bu kitobni o'qib turib, iymonim kuchaydi va misol uchun xristian agar bu kitobni o'qisa ham, uni ham misol uchun o'ziga yarasha qanaqadir iymoni kuchayishi mumkin. Va hattoki agar ateist odam bu kitobni o'qisa, u ateizmga bo'lgan munosabati o'zgaradi bu insonni. Ya'ni menga shu tomoni yoqdi. Bu kitobda o'sha dinsizlarga, ateist odamlarga yaxshi xabarlar bergan. Ya'ni raddiyalar bergan. Ya'ni insonni hayotida din, e'tiqod qanaqa rolda turishini, qanaqa muhimligini ham muallif ochib bergan va o'zini dinini tiqishtirmagan holda ochib bergan. Masalan, men o'zim ko'p kitoblarda ko'raman, xristianlar yozgan kitoblarda ular o'zini kitobidan ko'p misollar keltiradi, ya'ni Bibliyadan ko'p misollar keltiradi va shu misollar orqali o'zini berayotgan fikri to'g'riligini isbotlashga harakat qiladi. Lekin bu kitobda muallif o'zini dinidan yoki o'zini Tavrot kitobidan bironta misol keltirmasdan o'zini fikrlarini ilgari surgani menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bu kitobni men Caliber Books do'konini Chorsu filialidan sotib oldim. Taxminan adashmasam 125 ming so'm atrofida edi. O'sha paytda o'sha Caliber Books do'konidan topish mumkin. Caliber Books Chorsuda filiali bor va adashmasam Sigulmunda filiali bor. Yoki-da Qamardan ham balkim topish mumkindir bu kitobni. Aniq esimda yo'q, Qamarda ko'zim tushmagan. Lekin Qamarda yoki Caliber Books'da topish mumkin. Yoki-da juda ham past ehtimol bilan balkim Sarmoya Books'dan ham topilib qolish ehtimoli bor. Agar uchalasi ham bo'lmasa, juda ham past ehtimol bilan Chinonzorda Golden Books nomli do'kon bor. U yerda ham o'sha original ingliz tilidagi kitoblar sotiladi. O'sha do'kondan ham bu kitobni balkim topish mumkindir. Bugungi videomiz sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Yana mana shunaqa formatda qaysidir kitoblarni sharhi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.